Poydevorning asosi 1 yulduz. Kultivator 1 yulduzli bo'lganda qadimiy ma'budning qon kuchi uyg'onadi. Kuchaytirilgan regeneratsiya va tana sehrli artefaktlar bilan tenglashadi. 2 yulduz. Tana zichligining sezilarli oshishi, texnikalar va zaharlarga nisbatan yuqori chidamlilik. Hayotiy kuch bir necha barobar oshadi. Qo'shimchasiga yaqin janglarda ustunroq va bosim kuchi ham oshadi. 3 yulduz. Qadimiy ma'budning birinchi darajasi. 3 yulduzli bo'lganda tanada sifat jihatdan katta o'zgarish boshlanadi. Kuchli regeneratsiya, ruhiy bosim undan darajasi past bo'lgan kultivatorlarning hammasini avtomatik ravishda tiz cho'ktiradi. Oddiygina jismoniy zarbalar esa ikkinchi bosqich texnikalarini bemalol buza oladi. 4 yulduz. Qadimiy irqning haqiqiy darajalari aynan 4 yulduzdan boshlanadi. Hayotiy energiyaning ulkan o'sishi, tana oddiy hujumlarga deyarli yengilmas bo'ladi. Qonning yanada chuqur qobiliyatlari ochiladi. Ikkinchi bosqich ekspertlari bilan to'g'ridan-to'g'ri jang qila oladi. 5 yulduz. Hukmronlik darajasi. Juda ham qudratli regeneratsiya. 5 yulduzli kultivator zarbalari makonni parchalashi mumkin. Qon kuchi esa hattoki nirvana darajasida yoki undan ham baland darajadagi odamlarga ta'sir qila oladi. Aksariyat texnikalarga deyarli yengilmas. 6 yulduz. Oddiy mavjudotlar uchun eng yuqori chegara. 6 yulduzli kultivatorning tanasi samoviy xazina bilan tenglashadi. Hayotiy kuch dengiz kabi cheksiz. Makon qonunlarini ko'pini e'tiborsiz qoldira oladi. Kichik olamlarni vayron qila olishi yoki yaratishi mumkin. 7 yulduzli kultivator. Koinot miqyosidan ham kattaroq mavjudot. Haqiqiy qadimiy ma'bud. Bitta oddiy zarbani o'zi butun boshli yulduzlar tizimini larzaga keltira oladi. Deyarli o'lmas tana. Ruhiy bosim yuqori darajali kultivatorlarni ham bostira oladi. 8 yulduz. O'z irqining eng yuqori potensialini ochib bera olgan kultivator. 8 yulduzli kultivatorlar ulkan hayotiy kuch ustidan nazorat qila olishadi. Ular o'zlarini shaxsiy olamlarini yaratishi yoki yo'q qilishlari mumkin. 8 yulduzli kultivatorlarning tanasi da'vo qonunlarini bemalol inkor etishi, hattoki ularni boshqarish imkoniyatiga ham ega bo'ladi. 9 yulduz. Butun boshli multi olamlarga o'z ta'sirini o'tkaza oladigan darajadagi mavjudot. Qadimgi ma'budlarning eng yuqori darajasi. Jismoniy kuch 3-qadamdagi oliy mavjudotlarning darajasida. Yo'q qilib bo'lmaydigan tana. 9 yulduzli kultivatorlar butun boshli multi olamlarni yaratishlari, ularni yo'q qilishi, o'z shaxsiy qonunlari asosida ularni yana qayta tiklashi mumkin. Bugungi video shundan iborat edi. Ovozda Samidbek Mamatxo'jayev, tarjimon Yurichi. Keyingi videolarda ko'rishguncha